Assalomu alaykum, Nigoraxon opajonim, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Avvalambor opajonim, bugungi quvonchli kun payg'ambarimizga ummat bo'lgan tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat sizga ham umringiz uzoq, tanu joningiz sog'-omon bo'lsin. Oila a'zolar va qalbga yaqin insonlar baxtiga doimo o'zingizni ehtiyot qilib yurishingizni tilab qolamiz. Rahmat. Rahmat sizga ham. Ayni daqiqalarda biz sizni tabriklar TV teleradio loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Va opajonim mana shu loyihaning boshlovchisi Go'zalxon bilan jonli tarzda muloqotda bo'lib turibsiz. Mashalloh. Bizning loyihamizga bugungi quvonchli kun tavallud ayyomingiz munosabati bilan opajonim sizni qutlash, muborakbod etish maqsadida loyihamizga yaqin bir insoningiz tomonidan sizga o'qib eshittirishim kerak bo'lgan ajoyib bir tabrik xatlarimiz bor qo'limda. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriknomalarni sizningcha yaqinlaringiz orasidan aynan kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Farzandlarim bo'lsa kerak. Albatta, judayam to'g'ri javob berdingiz. Mana shunday quvonchli kun bilan sizni judayam qattiq yaxshi ko'rib qadrlovchi, hayotingiz mazmuni quvonchi bo'lgan qadrli farzandlaringiz Dilraboxon, Doniyorjon, Dinoraxon, Nosirjon akamiz va keliningiz Nasibaxon opamiz sizni mana shunday quvonchli ayyom tavallud kunlaringiz bilan muborakbod etib qoldilar opajon. Mashalloh. Rahmat. Rahmat sizga ham. Ijozat bersangiz, mana shunday mehribon va qadrli farzandlaringizni siz tomon o'rin olgan ajoyib, unutilmas bo'lgan tabriknomalarni va dil izhorlarni sizga o'qib eshittirsak maylimi? Bizni tinglay olasizmi? Mayli. Minnatdormiz. Diqqat qilasiz unda. Aha, chiroyingiz gullar naslidan, go'zallikning naqshisiz ona. Qolishmaysiz bahor faslidan, siz hammadan yaxshisiz ona. Assalomu alaykum. Mening eng aziz insonim, qadri bebahoyim, tengsizim, yerdagi jannatim, gullar ichra rayhonim, aziz jannatim, onajonim. Sizni bugungi quvonchli kun tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Umringiz uzoq, tanu joningiz sog' omon bo'lsin. Bunaqangi yoshlarni shukrunalik, quvonchli ayyomlarni ko'pini nishonlash nasib aylasin. Allohimning menga bergan ne'matlaridan biri. Men sizni shu qadar qattiq yaxshi ko'ramanki, hatto buni shunchaki so'z bilan ta'riflashga til ham ojizlik qiladi. Boringizga shukrlar bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz bilan men sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Sizga mustahkam sog'lik, bitmas tuganmas baxt tilab qolaman. Bugun dunyoga qadam qo'yganingizning har daqiqasi men uchun bayramdir. Siz qo'limni ilk bor ushlagan, orzularimga yo'l ko'rsatgan men uchun eng mo'tabar va muqaddas insonsiz. Mening uchun siz nafaqat ona, balki mehribon do'st, oqil maslahatchi, qalbimning quvonchidirsiz. Sizdan oladigan duolarim hayotimning eng katta boyligidir. Onajon, men sizni juda qattiq yaxshi ko'raman. Boringizga shukrlar bo'lsin. Bugungi quvonchli ayyom, tavallud kunlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Dunyolari kerak emas bo'lmasangiz, osmonimda oyim bo'lib to'lmasangiz, tiriklayin o'laman men yig'lasangiz, boringizga shukr deyman onajonim. Quyoshimsiz ajrata olmas bulut bizni hajga olib boraman men bir kun sizni. Tavof qilay bosgan yerda izingizni, boringizga shukr deyman onajonim deya ushbu ajoyib bo'lgan tabriknomalarni loyihamizga sizni judayam qattiq yaxshi ko'rib qadrlovchi, mehribon qadrli bo'lgan farzandlaringiz mana shunday tabriknomalarni aynan siz tomon yo'llab qolishibdilar opajon. Mashalloh. Rahmat. Men hayajondaman. Sizga katta rahmat. Rahmat sizga ham. Alloh baraka bersin. Minnatdormiz. Rahmat kattakon. Alloh rozi bo'lsin sizdan ham, bizdan ham, hammamizdan. Ilohim aytganingizni qilsin. Rahmat sizga ham opajonim, salomat bo'ling. Ziyoratlaringizni Allohim o'zlariga xudo qabul aylasin deb o'ylaymiz. Bugungi tavallud ayyom Farzandlarga umri jonlariga baraka bersin. Alloh baytiga chaqirsin, Robbim chaqirsin. albatta.
Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Farzandlarimga rahmat deb qo'ying. Rahmat, sizga ham minnatdormiz. Katta rahmat sizga. Go'zal xonim, ha? Ismingiz Go'zal. Albatta, Go'zalxon. Ha. Alloh umri joyingizga baraka bersin. Iloyim Alloh baytiga chaqirsin, Robbim chaqirsin, hammamizni mehmon qilsin. Ilohim Duolarimiz aytganingiz kelsin. ijobat bo'lsin. Amin. 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 Rahmat, kattakon, minnatdormiz. Ajoyib suhbat uchun sizga alohida tashakkurlarimizni izhor etib qolamiz. Salomat bo'ling, kuningiz mazmunli o'tsin deb qolamiz. Rahmat, katta rahmat. Tashakkur sizga ham. Bo'lgan ishlaringizga omad, umr joningizga baraka. Hozir